Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, YouTube ishqibozlar, bizni kuzatib borayotgan barcha muxlislarimizga xudo xolisa Gazablok avtomat reskalarimiz va full avtomat liniya qilgan lentalarimizni olib kelib o'rnatib beramiz. Akalarimiz mishalkalar hamma yo'q bor edi. Bu yerga xudo xolisa o'sha to'rvallik avtomat reskalarimizni olib kelib o'rnatish harakatidamiz. Bu yoqda mana quyib qo'yishdi. Tamandan avtomat reskalarimiz xudo xolisa o'ta ideal holatda ishlashlariga bitta knopka bilan boshqalarida hamma yo'q, mana ko'rib turishingiz mumkin. Bitta knopkani bosdik, o'zi avtomatik ishga tushadi. Ishlashlari ham xudo xolasa ideal darajada, hali yog'lanadigan joylar yog'lanmagan, boshqa bo'lmagan o'sha holatda ishlatishni boshladik. Ko'rishingiz mumkin, mana hech kim yo'q, o'zi kesib tushadigan holatda ketyapti. Bu yoqda videoni qilib boramiz. Bu yerda 30 dona qolib bor ekan ekamizda. Shunaqangi kuyishlar bilan chiqarib, bu yoqda quyib kelinaveradi. Bu yoqda kesib, yana bu yoqqa chiqib ketaveradi. Endi bu yerga yana o'rtaga yana bitta palosa qilib, yana qoliplar bu yoqqa ham o'tadigan qilaman deyapti. Yana bu bitsa yana ham kuchayadi. Hozircha qoliplar sig'maganligi hisobiga qiynalishyapti. Qolip taqa surib, bu qolip taqa surgan. Va endi bu o'rtaga ham bitta liniya qilishadigan bo'lsa, xudo xolisa bemalol ikkita liniyada qoliplar turaveradi, bitta liniyadan quyib chiqaveradi. Shunday qilib mana shu holatda ketaveradi xolisa. Eskalarimiz ham o'zi yetib bordi mana tagiga. Ma'lum vaqt turib, o'zi avtomatik yana qaytadi. Tepaga chiqqanda o'zi avtomatik o'chadi. Va xolasa mana o'zi qaytib chiqib ketyapti avtomatik eskamiz. Tepaga borganda avtomatik hamma o'chadi. Ikkala motor ham tepaga ko'tarishi, reskani motori ham o'chadi bunday. Akalarimiz qoliplar ham yaxshi ekan, xudo xolasa oqmaydigan, yamalmaydigan qoliplar qilingan ekan. Bortlari olinmas ekan bu qoliplar. Bortlari olinmas ekan, ikkala yonog'larga olib, o'shanda ham xudo xolasa moslashtirib ko'rsatib avtomatik lazer ishni boshlaydi hozir. O'chishni boshlaydi. Xuddi shu holatda reskamiz o'rnab qolsa, bu yoqda mana quyib chiqilayotgan qoliplarimiz, mishalkalarimiz bu yoqda. Lentalarimiz bu yoqda mana. Lentalarimiz ham 6 metrlik konvertlardan bo'lgan. Sement qumlari hammasi bittada sig'adi. Bu yoqda mana ishlatib mishalkaga chiqib ketaveradi bu yoqdan. Mishalkaga chiqqandan keyin qaytib to'kaveradi. Bemalol. Akalarimizga o'ta qulaylik, o'ta darajada emas ekan. Skuterlarda mana motorlardan qo'yib, podmuzga cho'tga ishlashar ekan. Xuddi shunaqangi xizmatlar da'vosi mana shu To'raqo'rg'onga kiradigan Namangan To'raqo'rg'onga kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandan raqamlarga murojaat qilaverasizlar. 93 kodi bilan 750 63 63 telefon raqamlari, 91 kodi bilan 761 64 64 telefon raqamlari. Gazablok mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa ham To'raqo'rg'onga kelaverasizlar, xudo xolasa. To'raqo'rg'onga yaqin akalarimiz. Ishini sifatlari o'ta ideal darajada. Razmerlarni ham xudo xolasa o'ta ideal darajada chiqarib berishadi. Polniy avtomat, pol avtomat hammasidan qilib beramiz.